Siz qaysidir sinfdoshingizni ustidan kulasiz. Uni masxaralaysiz, unga laqab to'qiysiz yoki jismoniy zarar yetkazasiz. Demak, siz bullying sodir etuvchisiz. Tarbiyali insonlar doimo o'zgalarni hurmat qilishi kerak. Bugun siz kamsitayotgan tengdoshingiz kelajakda taniqli yoki buyuk insonga aylanishi hech gap emas. Elon Musk haqida eshitgansiz-a? Taniqli tadbirkor, milliarder. U bolaligida juda ko'p bullingga uchragan. Masalan, sinfdoshlari uni zinadan uloqtirib yuborishgan va u kasalxonaga tushib qolgan. Albert Einstein, taniqli fizik olim. U ko'plab ixtirolari sabab butun dunyoda mashhur. Bolaligida shunchaki boshqalarga o'xshamagani va juda bosiq bo'lgani uchun sinfdoshlari tomonidan juda ham ko'p kamsitilgan. Yana bir fizik olim Robert Oppenheimer ham tengdoshlari tomonidan ko'p tahqirlangan. Bilimga chanqoq bo'lgani uchun sinfdoshlari uni o'z davralariga qo'shmagan. Cristiano Ronaldo, futbol yulduzi. U bolalikda boshqa shahardagi maktabga ko'chib o'tadi. U yerda bolalar uning talaffuzi ustidan kulishadi. Doimiy kamsitilish sabab Ronaldo bu maktabni ham tark etishga majbur bo'ladi. 2 karra Olimpiada chempioni vatandoshimiz Hasanboy Do'smatov ham bo'yi sabab turli qo'pol hazillarga duch kelgani haqida eslaydi. Va bunday misollar juda ham ko'p. Va bullying sodir etuvchi quloqsiz bolalar ham. Unutmang, bullying yoki kamsitilishga qaramasdan o'z o'rnini topayotganlar ham kam emas. Bu hayotda har bir tengdoshini hurmat qiladigan, ularga yordam qo'lini cho'zadigan insonlargina g'olib bo'ladilar.